Amerika Tashqi ishlar ministrligining yangi bayonnomasi Xitoy hukumatining noroziligini qo'zg'agan. Reuters agentligining 20 fevraldagi xabarida aytilishicha, Amerika Tashqi ishlar ministrligi 13 fevral Xitoyga qaratgan siyosati haqidagi bayonnomasiga o'zgartirish kirgizgan bo'lib, uningda yangi hukumatning Xitoy bilan bo'lgan savdo munosabati, kishilik huquq va majburiy emgak masalasi tilga ilingan. Masalan, Xitoy iqtisodiy dunyo bo'yicha eng og'ir cheklamaga to'lgan mablag' solish muhitlaridan biri deb ko'rsatilib, Xitoy azaldan adil savdo qilmaydi. Xitoy shirkatlari majburiy emgak va davlatning zo'r miqdordagi to'liqlama yordamidan bahramand bo'lganligi uchun Amerika shirkatlarini foydasiz ahvolga qo'ydi. Shundaqla ularni kishilik huquq dafsanchiligiga sherik qildi deyilgan. Xitoy bilan do'stona hamkorlik o'rnatish, Xitoyning madaniyat va muhit masalalariga yordam berish haqidagi mazmunlar bo'lsa, bayonnomadan chiqarib o'tilgan. Necha kun ilgari mazkur bayonnomada Amerika Tayvanning mustaqilligini qo'llamaydi degan jumlaning chiqarib o'tilganligi ma'lum bo'lgan edi. Amerika Tashqi ishlar ministrligi bayonotchisining bildirishicha, yangilangan bu bayonnoma Prezident Trump hukumatining Xitoy bilan bo'lgan munosabatidagi eng avval ko'ngil bo'ldigan masalalarni ko'rsatib berdi ekan. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi bo'lsa inkas bildirib, bu paketni burmulab Xitoyning tashqi siyosatiga tuhmat qilganlik, Amerika bilan Xitoyning atalmish strategik raqobatini davron qilganlik degan. 停止误导美国民众和国际社会